Qudratim Sulimonovich, botoksning nojo'ya ta'sirlari haqida gapirib o'tasizmi? Botoksning nojo'ya ta'sirlari yoki asoratlari. Bu ikkalasini farqlashimiz albatta zarur bo'ladi. Men sizlarga bugundan boshlab har qanaqangi preparatlar haqida, protseduralar haqida to'liq ma'lumot berib boraman. Botoksning nojo'ya ta'sirlari eng ko'p uchraydigani qovoq tushishi, lab burchagining pastga tushib qolishi, og'iz burchagining tortib ketishi, qovoq tushish, ko'z yoshlanishi, ko'z qiralashishi, ko'rishning pasayib ketishi yoki ko'rmay qolish, yutinishning qiyinlashuvi, qoshlarning uchib ketishi. Bu juda ham ko'p asoratlar bo'lishi mumkin. Sabablari: qoshning ko'tarilishi, mana bunaqangi uchib ketishi. Bu normal holatmi yoki nonormal holatmi? Qanday bartaraf qilasiz? Botulatoksinda qovoq tushishi, ya'ni ptozda konkretni bironta preparat yo'qki, bir martada qo'yib yuboradigan. Buni davolaysiz. Har xil taktika bo'lishi mumkin. Ba'zan DMAYA qilamiz, ba'zan PRP plazma terapiya qilamiz, mikrotok qilishingiz mumkin, vitaminoterapiya qilishingiz mumkin, sauna qilishingiz mumkin, antibiotik terapiya qilishimiz mumkin, aminoglikozidlar. Undan keyin ba'zan nitviy protseduralar qilishimiz mumkin. Bu holatga kelmaslik uchun oldin kosmetologingizni tanlashingiz kerak bo'ladi.